أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hürmetli qarindoshlar, bugun 2015 6-oyning 2-kunisi O'quv Uyg'ur bilik yurtining binosi qurilish boshlanish oldi turibdi. Mana inshaalloh bugun ko'lashni boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bu Uyg'urlarning chet eldagi tunji Uyg'ur maktabi hisoblandi. Allah'dan bu maktabimizning bir xayrlik bo'lib, Uyg'ur musulmonlarninki ma'rif ishlarida bir avangardlik rolni o'ynashni Allohdan tilaymiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarni muvaffaq qilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Qarindoshlarimiz, bugün mush ko'rib turayotgan binoyimiz bizning yillardan yaqi umid qilib qilmoqchi bo'lib kelayotgan ikki binoning birisi. Biz bu turayotgan mush zeminimiz 4830 kvadrat metr bo'lib, buningga bir qiz bir o'g'il ikki tane bina silinadi. Bu her bir binaga 400'den o'quvchi yetib, aş binada hem o'qiyalaydigan bir bina. Bu binanınki umumi külümü 8600 kvadrat metre olup, bununki umumi çıkımı 2.700.000 dollara pütüdü. Aslında bu yeğenim o 850.000 dolara algan bulup, hem de bunun 3.500.000 dolar etrafında inşallah bu binayımız Uygurlar için bir bilim yurt bo'lg'usi. Bismillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Hürmetli qarindoshlar, bu ko'rayotganinglar Uyg'urlarninki mayli chet elda bo'lsin, mayli ichida vatan ichida bo'lsin, Uyg'urlarning o'zining mulki xos tunji maktabi bo'ladi. Bu maktabni ta hozirgacha ko'pincha shu arab musulmonlarninki yordam bilan mushaga keldik. Shuning uchun buni ko'rib turayotgan qarindoshlarga oldidan bizning bir duoda aslab qo'yishni, ikkinchi jihatdan shu moddiy va ma'naviy jihatdan yordamni bo'lishini so'raymiz. Agar sizlar avlodlarga mablag' solmoqchi bo'lsanglar, mana bu maktabga mablag' solsanglar inshaalloh avlodlar mana bu yerga yetishib chiqadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.